2 million 100 ming so'mdan aksiya Nexus, Cobalt, Gentra va shunga o'xshash mashinalarga 47 yoki 65 talik gaz ballon bilan propan o'rnatib berish narxlarini polностью keskin narxda tushirib tashladik, bo'lsa xalqimiz uchun bo'lsin. Qo'yiladigan jihozlar bilan hozir sizga qisqachagina tanishtirib o'tamiz. Qo'yiladigan jihozlarimiz hammasi original. Qo'yiladigan jihozlarimiz keladigan bo'lsak, Yevropa gazdan Basiko 24/4 haqiqiy Polshaniki va Stack brendiga tegishli bo'lgan haqiqiy original sariq rangdagi QR kodli blok upravlenlar va bundan tashqari Italiyani Rail firmasiga tegishli bo'lgan Rail 2 ohmli haqiqiy original orqasida va yonida quyma plombalari bo'lgan injektor. Stack brendiga tegishli bo'lgan esa 01WIC farsunkalarimiz. Har birining ustida shtrix kodlari bor. Bu jihozlarimiz original bo'ladi. Va italyanskiy Nordic original reduktorimiz bilan shu jihozlarni usturovka qilib beramiz. Faqatgina bularning narxi 3 million 200 ming so'm. Sizga 2 million 100 ming so'mdan deyotgan jihozlarimizga keladigan bo'lsak, Stack brendi nomli, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan va shtrix kodlari oq ko'rinishda 01 podelka va Railni podelka jihozlari bilan va o'sha Nordic reduktorning podelkasi 15 dollarlik jihozlari bilan 2 million 100 ming so'm. Haqiqiy original jihozlarni qo'ydirmoqchi bo'lsangiz 3 million 200 ming so'm. Jihozlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz va sizni ekranlaringizda qaysi biri originalligini ko'rsatib o'tamiz. Tanlovda adashmang, Sirdaryo metan nomer 1 va bizda sizni metaningizni yechib olib qolib turib propanga almashtirib berish yoki bo'lmasa рабочий, budjetli variantdagi metan propan jihozlarimiz ham bor. Sahifamizga obuna bo'ling, xizmatlar bo'yicha pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. And if you hear this and they're gone, they're back, gone, they're